O bir ümit yıldızı idi. Ölümden korkan adam fırsatını koldan vermeyi dedik. Fırsatını koldan vermeyi neymiş kılıdı o? İslam'a, Müslümanlığı payda toktuma işkili diye emredi o. Merhum Abdülhakim Han Mahsum Acım 1963 yıl 4. ayının 16. günü Şarkı Türkistan'ın Qashqar vilayeti Qağılık nahiyesi Beşerik yezisi Büksünöy kentida marifetperver bir bağvan ailede dunyoga kelgan. Başlangıç ve o'ttir maktablarini o'z yurtida bitirgan. O'ttir maktabni bitirib bo'lgandan keyin 1980 yil Xitoyning atalmış islohot echivetish harakati bilan Sharq Turkiston xalqiga bir oz nafas elish imkoni yaratilgandan keyin hayotining ko'p qismi qorong'u kamerlarda, ig'ir emgak maydonlarida o'tib, Rabbimizning inoyati bilan hayot qolgan atoqliq o'limalardan Xotan viloyatining Gumi nahiyasida turishliq Muhammad Xon Mahsum va Muhammad Axun Damollam qatorliq olimlarda ilm tahsil qilgan. Ondan 1984 yili Qag'iliqqa qaytib kelib, atoqliq diniy olim marhum Abdulhakim Xon Mahsum Acimning madrasasida ilm tahsil qilgan. Ustozi Abdulhakim Xon Mahsum Acimning alohida ko'ngil bilib tarbiyalashi va o'zining butun zihni bilan qitirqinib o'rganishi natijasida o'qishini muvaffaqiyatli tamomlab, xalq orasida 2. Abdulhakim Xon Mahsum degan unvoni bilan tanilgan. Merhum ustoz Abdulhakim Xon Mahsum Acim o'qishni tamomlagandan keyin Qag'iliqda o'zi madrasa ochib, Sharq Turkistonning har qaysi joylaridan kelgan ilm suyar taliblarga diniy dars o'rgatgan. Ilmiy talanti va yiroqni ko'rarligi bilan xalqning cho'nqur hurmatiga sazovor bo'lgan. O'zining ilg'or fikrlik bir qancha saboqdosh va sabdoshlari bilan birlikda maslahatlashib, xalqning taqdiriga munosabatlik cho'ng intilishlarga qadam bosib, g'oya maqsadlarini o'ttirg'a qo'ygan va planlarni tuzib ijro qilishga boshlagan mezgilda buni sezib qolgan Xitoy ishg'olchi kuchlari qo'rqib ketib, madrasani taqib etgan. Marhum Mahsum Acim boshqa sabdoshlari bilan qo'shib tutqun qilingan va turmaga qamalgan. 1984 yildan 1990 yillargacha Sharq Turkistonning har qaysi joylarida diniy ta'lim-tarbiya o'rganish engi ko'tarilib, xalqda uyg'unish davri yuqori pallaga ko'tarilgan shu davrlarda ishg'olchi Xitoy kommunist doiralari Sharq Turkistonni qo'ldan chiqarib qo'yishdan qo'rqib, diniy besimlarni kuchaytirishga boshlagan. 1990 yili Barinda yuz bergan va Sharq Turkiston xalqining eng cho'ng qarshilik ko'rsatish harakatlaridan birisi bo'lgan Barin inqilobiy harakati bostirilgandan keyin Xitoy kommunist tajovuzchilari Sharq Turkistondagi zulm sistemlarini kuchaytirishga boshlagan. Barliq haqiqatparvar olim o'limalar ziyoli va taliblarni qaytadan tutqun qilishga, butun madraslarni taqab, o'quvchilarni tarqitib etishga yoki turmalarga tashlashga, hatto o'ltirishga boshlagan. Merhum Abdulhakim Xon Mahsum Acimmi ana shu jarayonda 1992 yili 7 oyda turmaga qamalib, 4 yilni qorong'u zindonda o'tkazgan. Keyin yurt cho'nglarining kuch chiqarishi bilan turmadan chiqqan. İşğalchi kuchlar tarafidan qaytadan tutish buyrug'i chiqarilib, yurtida turish imkoniyati qolmagan marhum Abdulhakim Xon Mahsum Acim Sharq Turkistonning ozodligi yo'lida izlanish uchun boshqa bir davlatga hijrat qilishga majbur bo'lgan. Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston va Pokiston qatorliq O'rta Osiyo davlatlarini aylanib, keyin 1997 yili Misrga kelib, Misrning poytaxti Qohirada bilim oshirish yo'liga atlangan. Bir tarafdan bilim oshirib, yana bir tarafdan Misrdagi o'quvchilarning yaxshi tarbiyalanishi uchun ko'rinarlik xizmatlarni qilgan. 2000 yili Qohiradagi Islom institutiga kirib, 2002 yili o'qish bitirgandan keyin Qohira universiteti Darul Ulum fakultetida islom falsafasi bo'yicha magistrlikda o'qigan.
2003 yılı Xitay bilan Misr hökumetining munosabatining yiqilishib ketishi sababidan Xitayning ziyonkashlik qilishidan andish qilib Misrdan chiqib ketish qaroriga kelgan va Turkiyaga bir qancha qitim kelib bu yerdagi sabdoshlari va saboqdoshlari bilan maslahatlashish natijasida xizmatga otlanish vaqtining kelganligini tushunib yetgan va 2005 yili ulug' Allohning irodasi bilan yarim asrdan beri nurg'unlagan muhojir Uyg'urlarning eng cho'ng panohgohi bo'lgan Turkiyaga ko'chib kelib yerlashib qolgan. Kech kunduz Sharqi Turkistonning Uyg'ur xalqining va islom dunyosining g'amida o't bo'lib yonadigan Mahsum Hojim Turkiyaga kelgandan keyin dunyoning har qaysi joylaridagi Sharqi Turkiston davosini qilayotgan Uyg'ur muhojirlar bilan hamda vatandan chiqib Turkiyaga kelib o'rinlashgan sabdoshlari bilan uchrashib xizmat qilish to'g'risida maslahatlashidi va fikr almashtirdi. Marhum Mahsum Hojim Misr, Yaman, Pokiston va Saudiya Arabiston qatorliq islom ellarida ilm tahsil qilib, yurtlariga qaytalmay Istanbulga kelib o'ltiraqlashib qolgan qarindoshlarni bir yerga jam qilishning naqadar muhimligini ko'rib yetdi. Turkiyadagi tashkilotlarning xizmat doirasi va harakat imkoniyatlarining to'liq cheklik ekanligini ko'rgan Mahsum Hojim va sabdoshlari Turkiyada Sharq Turkiston davosini qaytadan jonlantirish, bu yerdagi Uyg'ur muhojirlarning masalalarini o'rtaq hal qilish, ularni to'g'ri bir fikr ostida harakat qilishga yetaklash uchun bir tashkilot qurishning naqadar muhimligini to'nib yetdi. Atrofidagilar bilan kengashish natijasida 2006 yili Istanbulda yangicha xizmat ruhiga ega qobiliyatli kishilarni tanlab, yangi bir tashkilot qurib chiqdi. Qurilishdagi g'oya maqsadlari va vaziyatning taqozzosiga mos holda tashkilotning ismini Sharqi Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati deb bekitdi. Mahsum Hojim o'zi bosh nozirlik vazifasini ustiga olib, jamiyatning g'oya maqsadi, xizmatlarining nishoni va harakat mezonlarini tuzib chiqdi. Moddiy va ma'naviy jihatdagi butun to'salg'ularni yengib, qiyinchiliklarni hal qilib, xizmat sharoiti barpo qilishda muhim rol o'ynaydi. Marhum oxirgi tiniqigacha Sharqi Turkiston uchun nurg'un unutilg'isiz xizmatlarni qilib, muhojiratdagi xalqimizning qalbidan cho'nqur o'rin oladi. Vatanimizning ozodligi yo'lida parlagan bir umid yulduziga aylanadi. Marhum Abdulhakimxon Mahsum Hojim 2006 yildan toki 2016 yili vafot bo'lganga qadar 10 yil jarayonda Sharqi Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati, Sutuqbug'raxon nashriyoti, Istiqlol televiziyasi, Sutuqbug'raxon ilm va madaniyat vaqfi, Sharqi Turkiston o'limalar birligi qatorliq Sharqi Turkiston jamiyatlarining qurilishiga o'zi bevosita yetakchilik qilgan. Mahsum Hojim jamiyatlarning har xil bo'lishini chechalang'uliq deb qaramasdan, balki har birisi o'z sohasi bo'yicha Sharqi Turkiston xalqining ozodlik yo'lidagi bo'shliqni to'ldiradigan omil deb qaraganligi uchun nishon o'rtoqligi asosida har xil jamiyat va vaqflarning qurilishini qo'llab-quvvatlagan va o'zi boshchilik qilgan edi. Marhum bu alohidliklari bilan hammalarning qo'llashiga erishgan va qalbidan cho'nqur o'rin olgan edi. Ustoz Mahsum Hojim o'zining mo'l diniy bilimi va arab tilidagi ustun qobiliyatini joriy qildirib, islom dunyosidagi nufuzli zotlarga va atoqli diniy olimlarga Sharqi Turkiston davosini anglatishdimi nurg'un tirishchanliklarni ko'rsatgan edi. Bu orqali Sharqi Turkiston davosini islom dunyosida islomiy kimlikka ega qilishdan iborat davr bo'lgich to'kpisi, qiyomat kuni tarozi mezonga qo'yilg'usi va tarixga oltin harflar bilan yezilg'usi inshaalloh. Marhumning tuyuqsiz va sirliq o'limiga hech kishi ishonolmay qoldi. Bu na bir tush, na bir qo'rqinchli hikoya emas, balki dal echinishli fojia edi. To'limu afsuski, bu kun qahramonimizni, bir yo'lboshchimizni dushmanning suiqasdidan qo'g'diy olmaganligimiz uchun hijolatdan hammamiz yerga patgan bir kun edi. Yuraklarimiz qon yig'layotgan, ko'zlarimiz qorong'ulashib, intiqom o'timiz texmi kuchaygan bir kun edi. Ustoz Mahsum Hojim Sharqi Turkiston xalqining diniy e'tiqodini qo'g'dash
asoratdan qutulib hur ozod yashashi uchun kurash qilishni o'zi uchun sharaflik xizmat, e'tiqodiy majburiyat, savobliq ibodat deb qaragan. Zolimga qarshi beshini egiz ko'tarib maydonga chiqqan marhum Maqsum Ajim Sharqi Turkiston xalqining hurligi uchun muhim qadamlarni olgan va tavranmas asoslarni solgan xalqning umid yulduzi edi. Maqsum Ajim bilan 20 yillik jarayonda har xil shaklda illiqligi, do'stonaligi, samimiyati, sovuqqon temkinligi, shafqati, yani tedbir mudabbirligi, tedbir hikmetlik qadamlari, tushunchaları yalğız mağalam emasmi şu davoyimizga, cemiyetimizga buni hal qilib chiqib umumiylik Sharq Turkiston davosiga bergan ijobiy ta'sirining bugun yashayotimiz deb bilaman. Bugun bizning hayotimizda şu tashkiliy an'anadimi chet eldagi muhojiratmi buning Maqsum Ajimning tuhfasi şu izlarini chunqur o'rin olganligini ko'ryapmiz biz. Ailenin işlerine pek köngül böletti. Hatta bizninki en küçük oğlumuz keseldi. Aşıbala bazen keçilik karışıklar fakat uxlatmaydı. Bazı vakit bir iş gün ben uxlatsam, onun için keçinsiler uxlamadığımlar ben uxultay dep öz uxul tuttu. Fakat esim çıkmaydı bir kıtım şu ömürden geldi. Şam bilen geldi. Ben uxultum ha dep baş bir keç uxlamay aşında bana bir çıkan tikin. Oysilik bekçe pavuk kitipti. Öyle töteylem boğan tikin. Her birimiz bir gündün uxultayla kışıda bir gün birsiniz banda yasak pek cefa olmaydı olmasıyla. Micazi yok adam tıkımıqnin bok gitsizler de şuna qıp ketkendi. Maballa küçük vaxtlarda, mesela Ömer ballı küçük vaxtlarda hatta bir jündürtqa iş bolsumu öz qılatdı şu. Mene vaxtim yesimen bolmay qas öz qılatdı. Hatta bir çapının tügmüsü sökülep kessimi bu mübalik qılatmayma özü qadap qılatdı. Şыңны näde şыңны jipni açık bırakmama özüm qadayma dep başta qılatdı endi. Ailenin işleriga mesela ballarını ekildi, pişanları soyup çoğun kızımızdı mı da pişanları soyup başlarını silap başta qıp koyat. Rahmetlik dadam bana nispeten iki ağız kelime bilen xulasalab onu biraz açıklık orguladı. Bana nispeten iki nasiydi. En köp iki nasiydi. Hem mehribandı hem taleptandı. İki hususiyet. Bir dadı da tepilayotgan xususiyatni ikkinisi de dadamda tepilatdi. Hem taleptandı hem mehribandı. Maqsum Ajim Sharq Turkistonliklar bo'ladi ekan, mu'min musulmon bo'ladi ekan, Uyg'urlar bo'ladi ekan, hamma odamni yaxshi ko'radigan, hamma odamni bir ittifoqlashtirishni orzu qiladigan, ajoyib cho'ng bir orzu, umid, bir plan egasi edi. Maqsum Ajim o'zininki olim bo'lishi bilan birga yana o'zininki Allah aldida naqadar bir kamtar bir shaxs ekanligini ifodalashga har faoliyatda, har ko'rishganda buni isbotlab turibdi. Maqsum Ajim men haqiqatan inson o'zining dadasini bek yaxshi ko'rdi. Bu bir cibillet insanın Allah'ın insan fitratiga qo'ygan bir cibillet yani insan hem şer'i jihatdan insan uchun bir ota-onasidan yuksak bir narsa bo'lmaydi. Sevgi rahim nuqtai nazardan qaragan chog'da inson ona dadasiga bek bog'liq bo'ldi. Ammo lekin men bilmayman, men dadam vafot qilganda ma'lum muddat nayt qayg'urib yig'lab yoki perişan bo'lgan bo'lsammi zamanның o'tishi bilan yarimiz to'liqlanib normal hayotga qaytib inson dunyoda shunday yashaydigan bo'lgandan normallashib ketgan ammo Maqsum Ajim vafot qilgani 1 yil bo'ldi faqat biz normallashamdik. Men buni haqiqatan o'ylayman hozirmi Maqsum Ajimning zikri chiqsa gelimi bir narsa turib qoladi. Yig'i tutadi. Bir xil yetimlik his qilaman aytdi. Bo'lmasa kundalik ishda Allohning taqdiri bilan, Allohning inoyati bilan, desteklashi bilan, Allohning ta'yidi bilan ishlarimizni yaxshi qilib ketyapmiz alhamdulillah.
Her kıtım seferge çıkmakçı bolsa, şu balalarını çakırıp ekilip kışığa. Masılarının ananlar. Meni narazi qilib qo'ysanglar, men kechirib o'tishim mumkin. Shu onamni narazi qilib qo'ysanglar, men faqat razi bo'lmayman. Onang nima desa, deganini qilasizlar deb boshida onanglarga yaxshi qaranglar. Nima lozim bo'lsa shuni gapiring deb tarbiyani qilib ketadi. Ailede yanında toplu ibadetke ehmiyet veretti. Her ettigini bolsa, emmeyle bomdatını yenip kirgendin ki emmeyle oturup ettigenin okuyduğun zikrini okuyorduk. Her birimiz birden duanı okuyorduk sıra boyunca. Ahırda öz dua kıp birdi. Anı hep dedi bir gün. Bazı Absalam Karim'ni, bazı Ömer'ni sen bilginin ne? Bir kısa bir hadis bolsa bu sözler şunu anlatkan şunu nimi düşendim. Dep başta sözlü salattı. Men bilip dadam saat 4'ning mobaynida, ya'ni bomdoddan 2 soat burun o'ynab ketib oldi. Davomli. Yilning har qanday vaqtida og'rib qolgan vaqt uning mustasno. Sog' salomat bilan bo'lsa, bomdoddan 2 soat burun zadi o'g'inib ketib oldi, ibodatlar namoz o'qiydi, Qur'on o'qiydi. O'sha o'tirib o'ldirmay, jang ovoz bilan o'qiydi Qur'on. Unda avazsiz Qur'on o'qigani asosan degandek yo'q. Biz alayda so'roq kirib qolsa, uy ichida Qur'on o'qisa, ovozni barcha qo'yib o'tib, alayda tajvid bilan. Tajvid qoida, alayda ra'yqonatda o'qiydi. Kundik shaxsiy ibodat degan sanoqda mening aqlimga kelgani bu. Uning sirtida darslar desak, dadam asosan hozir qadar kunduz vaqt dars bergan men bilmayman. Ko'pincha vaqtda shu namoz bomdatdan burun. Biz Peygamber Aleyhisselam'ın hadisiga müracaat qiladigan bo'lsak, kimki Allah uchun kamtar bo'lsa, Allah onun derecesini götürdü degan hadisga asosan bu yerda biz bunun namoyandasini bu ustozimizningki shaxsiyatini ko'rgan bo'ldik. Kemterlik bu ustozimizning mening amaliy o'rgangan amaliy ta'sir qilgan bir axloqlardan birisi. Dini zat, vatanperver, kemter, yüzünü davaga atıgan. Şununla yağmay, yorulmay, şu ballarını terbiyeleymen deb, yüzününki vakitlerini, köpünce vaktini sarf kılgan. Onundan başka yalnızla bu dini kesimdeki ballar bile emas, kalan misalga ziyalılar, kalan liberallar dek, müşündak demokratlar dek, müşündak uygu ballarıma çetki kapkınıma yok. Ve bulanıma yine ilip, bulağıma imkan boğulca, bulağa bir yol gösterip ya da dava için kandak bir hemkarlık yolunu izleş degендek. Misalga meni yaxshi ko'radi. Şuңашqa bazen de şu gaplarni aytadi. Bizningki dini olimlarimiz boshqa fan haqida bilgisi kam, boshqa fanda o'qiganlar dini ma'lumoti kam. Agarda bular bunda o'rtaklashgan bo'lsa yoki dini kesimdagi bolalar fannimi o'qigan bo'lsa va shu fanni o'qigan bolalar dinini ancha o'qigan bo'lsa bu yaxshi bo'ladi degandek bir ko'z qarashim. Bu qolgan ba'zi diniy zotlarga o'xshamaydigan bir ko'z qarashim. Shuningdek bu Şərq Türkistan meselesiga kelgan chog'da yolg'izlar bir diniy bir harakat bilanmiz. Shundaqla fani ve qolgan bilim, akıl bu yollar bilan davaga bir tövbe qo'shishning bir yo'lini istagan ve bunun için nurg'un xalqlarga tavsiya bergan, nurg'un odamlarga tarbiya bergan. Ularning qo'lidan yetlab to'g'ri yo'lga yetlab mangan. Ama baldır ketib qoldi. Yani menden bir yaş cho'nki. Hem de o Allah'ın ki
istigine biz şimdi diyemeyiz ama eğer de kalgan olsa belki tekimin çıkarak bir hizmet bergen buladı. Allah yatkan yerini cennet kılsın. Her adamga öz layıqda muamele kılıtındı. Yani küçük, çoğu. Ya hafif kalmaydı. O adamın bir alaylığı. Bir adam o adamın üstüne bir gap kıldı ya anlaptı. Hiç gap kılmayın aşırında. Aşı vakırışıp kalsın, iş bulmağandaki dek, aşı devamlılık aldığı karıp mağdığan. Onda bir kendi yeni oludığan. Aşında bir iş yoktu. Devamlılık aldığı karıp mağdığan bir adamdı bu. Hem ahlakımı ve kemter. Yani cık işlerindeki özü de yüzem pişkademem büyük bir adım boğandıkken mesela adette iman buluş meselesi de mi? Unutmaydı bu adam. Yüzdün neymi adamlar ki seleb olsa da başka adam yüz bulmaydı kanıttı. Mesela dernekning bir işi dese ya maballık randevu ağan doktorxana bir yak bardığa iş bolsam yok men dernekning iş çıkmasam bolmaydı dep şuna gitti bazı aşağıda ettimsizler. Dernekning iş tügep dernekning iş qanmağa vaqtda bizning işimizga mangala dep bir qitimda aşağıda degendim desem rasmo dep desem elhamdülillah dep ketken. Elhamdülillah men ko'nglimda aşında o'ylaytdim. Özümün şahsi işimden umumның işini birinci orunda qo'ya alsam deb. Ama başqa adam degan bo'lsa ishonmaydim. Başqa adam degan bo'lsa xushamat qildi deb o'ylab qoldim. Sizlar xushamat qilmaysiz. Alhamdulillah agar ashta qila olgan bo'lsa deb shunda nim qilib ketgandi. Maqsum Hacım bek cesaretlik. Men hayran qalatim Maqsum Hacımni ilqi. Ya o'ziga deytim ya sizlarni faqat bir g'amsiz o'xshaylasizlar deb endi chaqchaq qilib qo'ydim. Hiç karları yokken bir işte desem, ahmak kellerim gam kıyıslarım bulduğun iş bulayverdi ki, ne bakağa var oldu, dep ötüp gitti. Şuna nurgun kıyınçılıklar var, biz tasavvur kıygısız bazen şu dava yolu da meyli maddi meseleler olsun, meyli teşkilatlar arası, meyli bizi kilovatkan tehditler, havflik ahvallar olsun, Maqsum Hacım'ın hakikaten aramızda buluşu pek çok hoş baktıkken şundan meselede Maqsum Hacım tasavvur kıygısız bir cesaretlikti, tasavvur kıygısız bir ilki. Ümit var qaraytı hemmenesiga. Yani Maqsum Hacım'ın hayatındaki hemmenesi yani unutulmaz izi var bizde. Yani her bir sohbetimiz bugün yo'qotgandikin, aramızdan ketgandikin o'ylaydigan bo'lsak, hemmenesi unutulmazken bizge. Maqsum Hacım'ınki sohbetleri, dostluğumuz. Yani Maqsum Hacım bo'lgan sorunda hiç kimni yomonlayolmaydi. Hiç kimden ayrılanmaydigan, hiç kim bilen tallası okşanmaydigan acayip bir şahsiyettemde. Bunu bugün hukuktuk hem de. Maqsum Hacım yani aşında bir mesela bir yoğun bir ciddi mesele kriz 7-8 adam 10 adam oturup beşini tatlap haboluşup tevlap bu qanday qilamiz deb Allah taala qilib ketsin Maqsum Hacım kulib oturup çirip hal qilib qo'yib chiqdi. Bazı narsalar fiilen hal olmagan bo'lsa mangimizni hal qilib qo'ydi. Mangimiz rahatlab qoladi. Hal bo'lgandek bir to'yga kelib, shukulab bir mezgil sakin o'tadigan qilib qo'ydi bizni. Maqsum Hacım hem de bu muhaciratdaki Uygurlar asmındaki bir yıldız hem. Yıldız bo'lganda mı? Tangdaşsız bir yıldız. Ümmet bu Maqsum Hacım'ın yo'qotishi bilan cho'ng bir ziyon tatdi. Ammo Allah subhanahu wa ta'ala hammaga qodir. Maqsum Hacım'ni bizdan yaxshi ko'rib o'zining dargohiga olib ketdi. Lekin Maqsum Hacım'ninki qilgan so'zlari bo'lib birlik, barobarlik, ittifoqlik, zirikmay, tirikmay xizmat qilish ruhi bizda yetildi inshaalloh. Biz bu shu yo'lda mayli g'oyamizga yetalayli, yetanmayli, mush yo'ldan taymay, chatlamay mangimiz inshaalloh. Bu bizningki birdan bir hayot nishonimiz. Allah subhanahu wa ta'ala Maqsum Hacım kamninki yatgan joyini jannat qilsin. Qabrisini jannat bog'chilardan bir bog'chi qilib bersin. Oil tavobatıga sabr ato qilsin va Maqsum Hacım bilan yo'lni bo'ylab mangan qarindoshlarimizga g'albu nusrat va shu yo'lda minishga nasib qilsin. Men şu Maqsum Hacım bilan 85-yili şu qag'illikqa berib o'qiyman deb bağa vaqt şu çağda tanışkan.
O adam şu çağda tatip bana bir tesir kılan işleri vardı. Yani hazır kadar o şu vefat olup ketken kadarına aytacak. Şunun içinden o adam dersini ait ubdan şunu doğan yani ait uşar zirek bir adam etti. Şu çağda bizge dersini o adam muzakir kıp verdi. Baş kerem qariye yemet qariye ondan başka gömülük bir kança ya savadaş ballavatı birge şu Mahsum Hacı Kan'ın ünlü yenideki Dönköl mescidi deydik. Şu mescitteki içinde kalıptık şu çağındaki yüzüde şer'i akaidini sepini ok şunu pek gerekli müzakere kılıdık kandı. Şu adı başlangan. O adam şu dersini nayit uptan düşünüp düşengendeyken düşendürüştüma nayit uptan düşendürttü. Şu çağda tatip bu adamdaki ahlakı nayit kemter uptan şu çağda tatip Allah'a hem okuş hem okutuş işini devamlaştırdı ki. Aştırmalar diyetqa vaqt tuturmuq yoqlap basak. Allah'a şükür qılыңlar. Mesela men dinning xizmetini qilman deb şu xizmetde turmuş yetip qaldım. Nurgun adamlar başqa bir o'g'irlik, bulanchilik, qaraqchilik degandek müşta ishlar bilan ba'zilar shundoq cho'ng olim bo'lsa-mu, ba'zi axloqsiz ishlar bilan shunda turmuq kirib qolgan nurgun adamlarni ko'rdim. Allah'a bek şükür qildi. Bizler turmuş yetip zalimning zulmini chekayotgan bo'lsak-mu, ya'ni biz haqning ustida turib müşta zulm chekyapmiz deb başladı deb chiq tasalli berdi. Hem chiq vaqtlarda shunda deydi. Mening sabdoshlarimning hammasini digide Xitoy itvetdi. Ölüp ketdi, Xitoyning qo'lida shahid bo'lib ketdi. Mening bu jinim Allah yo'lda qolib qolgan jon. Men mush jinimni şu Allah meni şu saqlab qolganlikning badaliga men bütün mushinimni din uchun, millatim uchun atadim. Deb aşağı deb qilib ketdi. Buni bizlemi yani qilvatgan ishlar yaxshi bo'lgan tikin deb yani qo'llab, quvvatlab, aqs surib, destek ola başda qildik. Bu ümmet, bu millet çoğu üstüde durup imanını saqlashga majburlanyapti. Uyg'unaylik qarindoshlar. Qumdek chechilib ketgan kuchimizni birlashtiraylik. Merhum Mahsum Acım başlagan yo'lda tavranmay mangsak, hamon bir kuni xalqimiz hurlik ozodlikka erishib, hammamizning yuzi kuladigan kunlar kelgusi inshaalloh. Janobi Allah merhum ustozimizga rahim shafqat va mag'firat ato qilg'ay. Bizlarga ustozimizning xizmatini qolgan yeridan davom qildiradigan tavranmas ruh ato qilg'ay. Amin.